dengiz bir tomchisi bo'lib yashashni xohlamayman. Instagram bu real hayot emas. Namushta 5 kishiga o'zlari qarshi chiqyapti. Bellashuv o'zingiz bilan ketadi. Men erkakman, xohlagan ishimni qilaman degan emas. Shunaqa ayollar bor, erkaklardanmi? Tasodiflar tasodifan bo'lmaydi deydi. Sport sizni boshqaradi. O'zingni o'tmishingni kino qilib ko'rsatsa ko'rsatarmidi desa, menimcha hech kim rozi bo'lmaydi. O'zbek tilida gaplashmaysiz. Yutuq yutqazuv asos emas deyman. Bu qiyin savol bu. Tez kunda ko'rishib qolamiz. Ko'pchilik savol beradiganlardan bittasi, doim sportivkada yurasiz deyishadi-da, klassik kiyimsiz deyishadi. Erkak kishi har qanday vaziyatda tayyor bo'lish kerak, chunki men birda shunaqa vaziyat bo'ldi, kastim ishimda bir joydan kelayotganda balonim bo'shab qoldi qish paytida, juda noqulay, tuflida oyoq siqib, o'zimda komfort sezmadim o'sha holatda. O'zimda bo'lganligi ham bejiz bo'lmadi dedimda. O'shandan keyin o'sha o'zimga qulay narsa kiyishni boshlaganman. Чтобы har qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar men tayyor turishim kerak edi. Juda ko'p narsalarni ma'no qidirib yashaydigan rejimda qiyin emasmi? Qiyin, lekin bitta so'z bilan aytganda shunchaki bir nima deydi, dengiz bir tomchisi bo'lib yashashni xohlamayman, tushunasizmi? U inson bor edi yo yo'q edi degan narsa tanada molekula boqish uchun emas. Ha, shunaqa deyiladi-mi? Assalomu alaykum. Abbos, o'rtog'im. Yaxshimisiz? Ahmad aka. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Charchamadingizmi? O'sha erkin tarzda suhbat. Tushunadi. Assalomu alaykum hammaga. Erkakcha suhbatga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz sport ustasi, sportivniy bloger Ahmad aka Yunusov. Juda xursandman ko'rganimdan. Xush kelibsiz. Sizni targ'ibotingiz mana shu Instagramda ko'rganman. Undan oldin bir ikkita zalda o'sha ko'rganman sizni. Instagramda yurg'izayotgan blogingizdan o'zi maqsad shundan boshlasak. Tushunarli. Endi ozgina o'tmishga qaytamiz. Endi kerak bo'lsa qo'yasizlar, bo'lmasa uzib tashlaysizlar. Boya aytganimdek, men esimni shu 5 yoshlarda taniganman. Hozir ham aniq esla olaman u vaziyatlarni. Men 6 yoshimda Qozog'istonda maktabga chiqqanman, 1-sinfga. Endi ayrim sababga ko'ra o'sha turganmiz. Bir kun shunaqa holat bo'ldiki, ko'chada to'polon bo'lib qoldi. Onamlarga nima bo'lyapti, tinchlikmi desam, ko'chada ichib olganlar bor ekan, u bu dedilar. O'shanga hozir adin chiqib ketdilar dedilar. Keyin men ham chiqaman dedim. Onam yo'q dedilar. Lekin oynadan qarasam, juda ko'pchilik bilan urushayotgan ekanlar. Yugurib chiqdim. Qarasam 5 kishiga o'zlari qarshi chiqyaptilar. O'sha paytda menda shijoat uyg'ondi. Erkak kishi o'zi aslida qanaqa bo'lish kerak degan. Chunki o'shandan boshlab men doim kuchli bo'lishga harakat qilib kelaman. Buni fitratimdan kelib chiqib, o'sha aqlim bu narsani idrok qilib, erkak kishi oilani ustunligini o'shanda tushunganman. Endi o'tda voqea nima bo'lganini bilmayman, lekin bir erkak kishi qo'rqmasdan o'sha 4-5 kishiga qarshi chiqa olganini ko'rib, otam menga saboq bo'lganlar. Undan keyin oradan vaqtlar o'tib, men o'zim ko'cha-kuylarda bolalar bilan urushib qoladigan bo'ldim, boshqa bo'ldi. Keyin yana vaqtlar o'tib, o'sha 7 yoshimda sportga berdilar. Men aytdim, dangasaligimni sport xush ko'rmasdim. Sportni bu men zaif deb o'ylardim. Ko'chada urush boshqa olam. Sport bilan shug'ullansa qanaqa urishadi degan tushunchada bo'lganman. Shunaqa holat bo'ldi. Bir kun sport bilan shug'ullanadigan odam bilan gap talashib qolib, undan mushti yedim. Mushti yeganimda tushunib yetdimki, sport bu boshqa olamligini. U ko'chada urishmas ekan deb tushunib yetib, sport bilan shug'ullanishni boshladim. Ko'rib turibmiz, ko'p joylarda notinchlik bo'lyapti, urushlar, to'polon, janjallar. Endi tinch yurtda yashasangiz, halovatingiz bo'ladi. Halovatingiz bo'lgandan keyin imtiyozingizga qarab, imkoniyatingizga qarab rivojlansangiz bo'ladi. U narsa uchun jamiyat tinch bo'lishi kerak. Endi jamiyat tinch bo'lishligi uchun o'sha boya aytganimdek, yovuz bostirib kelmasligi uchun yurt qudratli bo'lishi kerak-da. Yurt qudratli bo'lishligi uchun xalq kuchli bo'lishi kerak. Xalq kuchli bo'lishligi uchun biz o'z hissamizni qanaqadir miqdorda qo'shishlik maqsadida sportga targ'ib qilamiz. Bu bitta sabablari.
Yana boshqa sabablari nimada desangiz, sport bilan shug'ullanishlikni yaxshi jihatlaridan yana bittasi inson salomatligi deymiz-da. Inson salomatligi. Agar o'sha aytganimdek jamiyat sog'lom bo'lsa, kasallik bo'lmasa, misol uchun qarindosh urug'ingiz, qo'shningiz, boshqangiz buni nima deydi, halovati bo'lmay boshqa qilib uni misol uchun baribir o'zbekimizda ahil xalqimizda qarindosh urug'ini tashlab qo'ymaymiz, bu narsalar bilan ovora bo'lib qolamiz, boshqa bo'ladi. Shunaqa holatki, kasal odamga pul bilan yo bir fikringiz bilan davo bera olmaysizda, tushunasizmi? Uni azobini siz ko'rasiz, u bilan birga siz ham azoblanasizda, chorasizligingizdan, tushunasizmi? Ana o'sha narsalarni misol uchun oldini olish uchun harakat qilamiz. Sport orqali inson kuchli, salomat bo'lishligiga bir hissa qo'shishdi. Joyi kelganda aytib o'taman, sport o'zi nima desangiz, bu yo'l. Aslida bir yo'l. Bugungi kunda endi ochiq suhbat bo'lganligi uchun aytaman. Bemalol. O'zimni kayfiyatim, nima fitratimdan kelib chiqib boya bular ketdim, o'zi aslida dangasaman dedim. Bugungi kunda zal bu eng dangasalarning sporti deb bilaman-da. Tushunasizmi? Nimaga desangiz, hamma mehnat qiladi u yerda, to'g'ri. Mehnatni ko'chada boshqa odamlar ham qiladi. Hech bo'lmasa shu bilan shug'ullangan deyman. Tushunasiz? Nimaga desangiz, bu boyovoy sport emas. Bu erkin holat, tan olib aytishimiz kerak. Chunki zalga borganda pulingizga misol uchun kirasiz, trener pulga yollaysiz. Sizning kayfiyatingizga qarab ishlashadi. Tushunasiz? Misol talab qila olmaydi. To'g'ri, qattiq qo'l trenerlar ham bor, lekin bu sportda siz holatingizni eshitishadi. Ya'ni bellashuv o'zingiz bilan ketadi. Sizda opponent bo'lmaydi. Shunaqa. Kimdandir ustun bo'lishga emas harakat, balki o'sha boyiga endi bu qaysidir ma'noda o'sha o'zini dangasaligini yengisam bo'lsa kerak edi shu orqali. To'g'ri. Bu ham misol uchun o'ziga yarasha plyus taraflari bor. Boya ancha suhbat bo'ldi bular bilan. Ko'pchilik zalga salomatlik uchun kelaman deydi. Unda deyman, gimnastikaga bor deyman. Yo yogaga bor deyman. Bu salomatlik kompleksi emas deyman. Bu deyman, zal asosan kuch-quvvatni ko'taradigan. Erkak kishini chidamliligini oshiradigan. O'sha hislatini o'zgartiradigan. Odamda mana erkak kishi deganda bu yer yuzida bir ustun zot deb bilaman-da, tushunasizmi? U o'shanga layoqatli bo'lishligi kerak deb o'zi aslida. Tushunasizmi? Bu erkak kishini ko'rganingizda savlati bo'lish kerak. Haybati, savlati bo'lish kerak. Shunaqa, ozgina yoshlar hayqib turish kerak erkak kishini ko'rganda, yosh kattalarni ko'rganda. O'sha narsalarni mujassam qiladigan joy deyman-da, zal. Hech bo'lmasa shu narsani. Lekin sportni qiyinlaridan bittasi bu asosan boyovoy sport deb hisoblayman. Chunki men o'zim shug'ullanganman bu sportlar bilan. Boks bilan, taekvondo bilan, kickboks bilan, bularning hammasi bilan shug'ullanganman, dosh bera olmaganman. Juda qiyin. Juda qiyin. Shu darajada. Endi meni toqatimga yetmaydi. Boya aytganimdek, hamma o'zini toqatidan kelib chiqib sport tanlaydi. O'shaning uchun azalda yaxshi taraflardan bittasi siz kundalik hayotingizga o'zingizni tayyorlab bora olasiz. Tushunasiz? Har xil mashaqqatlarga, har xil vaziyatlarga. Tushunasiz? Chunki hamma ham urush uchun kurashishga bormaydi, misol uchun o'zini kuch-quvvatini oshirishlik uchun borsa bo'ladi. To'g'ri. Bittasida eshituvdim-da, o'zi вообще jismoniy tarbiya uchun ortiqcha zal yo nimadir bu bahona emas, pulim yo nimadir deyish. Erkak kishiga bitta turnik bo'lsa yetarli deganda. To'g'ri. Erkak kishini bir qurolga o'xshataman-da. Har bir qurolning o'zini преимуществоsi bo'ladi-da. Deyli, misol uchun erkak kishini bir pichoqqa o'xshataylik. U boy badavlat, chiroyli, ko'rkam pichoq. Lekin u o'tmas. Undan nima manfaat bor? Endi jamiyatda yashasangiz u bir manfaatingiz tegmasa, uni siz boyligingiz, chiroyliligingiz kimga keragi bor? U siz faqat o'zingiz uchun yashaysiz. Siz bor yo'ligingiz jamiyat qisam qilmaydi. Tushunasizmi? Qiziq ham emassiz. Lekin inson o'zidan yaxshi nom qoldirish uchun kurashish kerak. Kurashlik uchun unga layoqatli bo'lish kerak. Jismonan ham aqlan. O'shanda manfaat bo'ladi. Mana siz ko'p hozir mana trenerligingizdan xabarimiz bor, ya'ni imminni o'sha bodybuilding sohasida. Hozirgi aytib o'tayotgan fikrlaringiz agar asosiy qismini tashkil qilsa shu zaldagi chiqayotganlarni, bu juda ham zo'r holat. Lekin biz ko'ramizki,
bu qanchalik to'g'ri? Men shu savolni har doim bergim kelardi-da. Chiroy uchun qilinayotgan bo'lsa bu narsani. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? O'zi umuman o'zi to'g'ri bo'ladimi? Uni ayol kishining go'zalligi, nozikligi bilan bo'ladigan bo'lsa, erkak kishiniki hammaga ma'lum o'sha boyga aytganingizdek haybati, kerak bo'lsa qo'polroq bir turishi bilan ko'rinadi-da, yoki o'sha muskullarning chiqishi. Men shunaqa bolalarni bilamiz, bahor yaqinlashyapti, ertaga o'sha eng kalta anaqalarga o'tamiz, ozgina bilan ishirib olish kerak degan fikr bilan chiqadiganlar bor. Juda nozik savol berdingiz. Nimaga desangiz, bu sportda men juda ko'p aka-ukalarim bor, misol trenerlar. Bularni men mehnatini hurmat qilaman, chunki oson emas. Buni ortida jamiyatga bir salomatlikni sababchisi bo'lyapti deb hurmat qilaman. Endi o'zi aslida yolg'on gapirishni xush ko'rmayman. Bu aytganimdek juda ham nozik masala. Buni ortida boshqa masalalar ochilishi mumkin. O'shaning uchun buni boshqacharoq qilib yoritamiz. Erkak kishini savlati bu bir sababda, bir sabab. Lekin erkak kishini hislati degan joyi ham bor-da. Shunaqa ozg'in erkaklar bor. Endi biz yoshlikda ko'p ko'rardik. Uni nima deydi, savlati bo'lmasa ham bajohati bo'lardi, ko'rib hayqib turardi. Ozg'ingina-da, ko'p eshitamiz shu gap. Qotmadan keyin ozg'ingina lekin shunaqa yorvordi deydi-ku. Shunaqa joyi bor. Bu savlat kim nima maqsadda qiladi? Kimdir o'zim nima deydi, jussam katta bo'lsa kimdir hayqirmikin deb o'ylashi mumkin. Kimdir shuni ortida ko'rkam yurib, kimnidir jalb qilaman deyishi mumkin. Buni sabablari ko'p. Odamlarning misol uchun niyatini bilmaysiz. Hamma boya aytganimdek salomatlik uchun kelyapman deydi, lekin oynani oldidan keta olmagandan keyin bor shunaqa holatlar ham. Endi men uni kritikavach qilmayapman. Buni yomon ham deb bo'lmaydi. Nimaga? Agar shu o'zini ko'rinishini chiroyli holatga keltirmoqchi bo'lsa, yo boshqa bo'lsa, bu ham baribir bir tarbiya. Boyga aytgandek, disiplinani talab qiladigan narsa, o'ziga o'xot qilish. Buni menimcha yomon tomoni yo'q. Endi men aytmoqchi bo'layotganim ruhiy, keyinchalik mana shu narsa ruhiy tarbiyaga ham aylanib ketadimi deb o'ylayman-da. Chunki og'irroq, bosiqroq bo'lgan holatlarni ham ko'rganmiz-da. Boshlanishida o'sha ko'rinishiga qiziqadi, keyin o'sha unga disiplina kerak-ku. To'g'ri ovqatlanish kerak va to'g'ri vaqtida chiqish kerak zalga masalan. Uni o'sha hayot tarziga o'tib ketib qoladi. Yomon tomoni yo'q demoqchiman, ya'ni. Yomon tomoni bor. Men buni fosh qilmayman, lekin bor. Bor-a? Chunki men bir ikkita videoda taqdim qilganda bu narsani namoyon qilganman. Boya aytganimdek, ko'pchilik aka-ukalarim baribir. Bularni nima deydi, shaxsiyatiga o'ta olmayman, hurmat qilaman ularni. Chunki buni ortida baribir jamiyatda misol uchun kuchli bo'lish uchun hissa qo'shishyapti deyman. Lekin ziyon tarafi bor. Bu narsani o'sha yaxshi murabbiy topib, yonlab, maslahatlashib qilmasa, buni ortida ziyon taraflaridan bittasi ko'pchilik tez natija olaman deb farmaga o'tib olgan. Ana nozik, menimcha og'riqli tomoni bo'lsa kerak. Shunaqa, o'shaning uchun endi bu mavzuga kirishmaganimiz yaxshi deyotganligim sababi. Chunki salomat bo'laman deb turib, sog'liqni ketqishish bu mutlaq zid narsa-da. Menga mana shu savolni bersa, farma bo'yicha men aytamanki, salomatligingga go'zalligingni sotib olasan deyman. Mehnatingga emas deyman. Tushundingizmi? Mana boshqa sportlarda yoki shu zallarda ham farma qilmasa, mehnatining hisobiga salomat bo'ladi. To'g'ri, mehnat unda ham bo'ladi, lekin evaziga salomatligini tikishi mumkin. Tushunsiz? O'shaning uchun yaxshi murabbiylar bilan maslahatlashib qilishlikni tatbiq qilamiz. Zo'rdan zo'r ko'p degan gapga qanaqa qaraysiz? Zo'rdan zo'ri deganda biz mana bu kungacha juda ko'p avlod yashab o'tgan. Albatta, bundan keyin ham yashaydi. Doim har bitta davrda o'zini zo'rlari bo'ladi, misol uchun. Zo'r bo'lish bu faqatgina qurol bilan nimadir zap etish emas. Misol uchun zo'r bo'lish olim bo'lishi mumkin, ulamo bo'lishi mumkin, har jihatda bo'lishi mumkin. Misol uchun hayotimizda nimaga yo'nalish qarasangiz, o'shani zo'ri bo'lishi mumkin-da. Lekin men har bir davr zo'ri bo'lgan kabi bugungi kun davr zo'rlariga o'z fikrimni aytgan bo'lardim. Ilhomlanib ketmang. Chunki sizgacha ham zo'ri bo'lgan, sizdan keyin ham zo'ri bo'ladi. Siz bu davrni
eng cho'qqisida turgan bo'lsangiz, shunaqa ibratli zo'r bo'ling, чтобы sizdan keyin sizni nomingiz qolsin. Zo'r bo'lish shunaqa bo'lish kerakki, birovni norozi qilib, birovni burnini qon to'kib, u bo'lmas. Jamiyatda o'zini hurmati bilan zo'r bo'lish kerak deb bilaman-da. O'zingizni hech o'sha pikda deb hisoblaganmisiz yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Chunki men ishonasizmi, hozir 44 yoshda bo'lsam, men o'zimni endi bir 20 yosh, 22 yoshli holatdaman deb bilaman. Ko'rinishim jihatdan emas, chunki men o'zimni ichki kuchim, keyin hali qiladigan ishlarim borligini inobatga olib, bu narsaga hali umid qilaman. Hayotda cho'qqiga chiqish imkoniyati bor. Bunga men chiqishim kerak. Aytishadi, erkak kishini 3 marta omadi keladi deyshadi. Men hali omadim kelmadi deb o'ylayman. Ha, hali uchtasidan bittasi ham kelmadi. Kelmadi. O'zi mana shu omadga qanaqa qaraysiz? Men bu to'g'risida to'liq ma'lumot eta olmayman. Omad deganda ko'pchilik tasodifan bo'lib qolgan voqealarni aytishadi. Misol uchun, kimdir sovg'a qilishi, boshqasi. Lekin buni ortida sabab turadi deb bilaman. Chunki uni omad deb nomlashlikning sababini bilmayman, lekin mana misol uchun sizni oldingizga kelishim ham agar omad deb qaraydigan bo'lsa, lekin sababi bor-da. Men o'tmishim bor, mehnatim bor. Buni ko'rib chiqib, misol uchun o'sha munosib deb bilib taklif qildingiz. Значит, omad yo'q deb bilaman. Bizani omadimiz deb shiddat qilsak-chi? Buni ham sababi bor deb o'ylaysizmi? Biz sizni chaqirganimizga siz rozi bo'lib kelganingiz. Multfilm ko'rasanmi, ko'raman-da. Chunki multfilm bu ham bir siyosat-da, chosmi. Siz ko'chada savlat bilan yurib, bajohat bilan yurib, aql bilan yursangiz, qalbingiz bolaga bo'lib qoladi-da, chosmi. Kung Fu Panda deb gap bor. Tasodiflar tasodifan bo'lmaydi deydi-ku. O'shaga o'xshab. Hech narsa bejiz bo'lmaydi. Musobaqaga chiqsangiz, misol uchun, biron bir odam bilan bellashsangiz, yutsangiz, bu omad emas. Bu sizning mehnatingiz. Yutqizsangiz ham, bu sizning mehnatingiz. Aytadi-yu, hosil yaxshi bo'lsa, dehqon yaxshi ishladi deydi-yu. Agar yaxshi bo'lmasa, bu yil havo yaxshi bo'lmadi deydi-yu. Yo'q, biz определиться qilib olishimiz kerak. Hech narsa bejiz emas. Har bir inson o'zini maqsadi bilan yashaydi. Atrofida bog'lab turgan odamlar bilan shunga qarab turib muloqot qiladi. Umumiy aytganda, meni tushunchamda omad so'zi yo'q. Bu faqatgina tabrik degandek so'z-da. Omad shunaqa deb o'ylashadi, lekin u g'oyibdan hech narsa bo'lmaydi. Siz menga hozir o'zingizdan o'z iPhone sovg'a qilmaysiz-ku. Misol uchun, неожиданно qilmaysiz-ku. Nobodo qilsangiz ham nimadir maqsadingiz bo'ladi. Maqsad bo'lgan bo'ladi, sabab, maqsad. Значит, bu faqatgina so'z o'sha holat uchun deb o'ylayman, lekin uni kutib yashalmaydi. Faqat bana aytganimdek, dehqonchilik qilsangiz, omadim kelsa hosil bo'ladi demaysiz-ku. Yaxshi bo'lsa sababini qilgansiz, yaxshi bo'lmasa aybini bilasiz. Xo'p. Yaxshi yoki yomon oilada tug'ilishlikchi bu masalada omad. Xo'p, inson ayrim narsalarni o'z ixtiyori bilan tanlamaydi. Bu qayerda tug'ilishi, qaysi jinsda tug'ilishi, qaysi oilada tug'ilishi. Bu uning ixtiyoriga berilmagan. Shundoq ekan, qaysi oilada tug'ilishingizdan qat'iy nazar, siz o'zi bu hayotda nima qilishingiz kerak degan savolni o'zingizga qo'yishingiz kerak. O'zi odam o'zligini topish kerak o'zi aslida. Siz necha yoshda o'zligingizni topgansiz? Xo'p. Bu juda nozik savol. Nozik savol. Men hozirgacha ham o'zligimni qidiraman. Shunchalik keng bo'lgan, lekin maqsadlar qat'iy bo'lganligiga ko'p bo'lmadi. Shu 7-8 yil bo'ldi. Men o'sha qaror qilib yashashni boshlaganman. Базовые настройки мужчин, то есть erkak kishi degandagi o'sha standart sanalishi kerak bo'lgan, majbur bo'lgan xislatlar. Erkak kishi bo'lib tug'ilish bu ham bir ne'mat. Bu tanlov emas. Shundoq ekan, u shunga layoqatli ish qilish kerak. Ya'ni erkak kishi gap so'zida, o'zini tutishida, u
u liderligini his qilishi kerak. U farqi yo'q, u dunyoda lider bo'lmasin. O'zini oilasini davrasida liderligini his qilishi kerak erkak kishi. Shunchaki men erkakman, xohlagan ishimni qilaman degani emas. Erkak kishida ham cheklov bor. Tushunasizmi? Shu narsaga o'rislarda dostoinstvo deydi-ku, erkak kishida dostoinstvo bo'lishi kerak. Erkak kishi ayrim jihatlar bilan ajralib turish kerak ayol kishida. Erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasida katta farq emas. Lekin asosiy omillari bor. Bu uni labzi. Erkak kishi labzi bilan farq qilib turadi. Ayol kishi desa, ayol kishida chegirma bor deymiz-da, ya'ni nima deydi, gohida yolg'on gapiradi, boshqa qiladi. O'shaning uchun ularning o'rtasida masofa bor. Tushunasizmi? Erkak kishi bo'lib tug'ilishi mumkin, lekin erkak kishi bo'lib yashash juda qiyin. Erkak kishi faqatgina puli bor, kuchi bor odam emas. Erkak kishi o'zini himoya qila oladigan, birovdan kuchi yetmasa kaltaysa ham o'shandan yuz o'girmaydigan, turadigan. Ayol kishi ham labz qilishi mumkinmi? Ayol kishining labzi qanaqa bo'ladi? Xo'p, labz o'zi nima desiz, bu ishonch ma'nosini beradi. Uni irqidan, jinsidan qat'iy nazar, bu insonlarning o'rtasidagi ishonch. Ayol kishi beradimi desiz, beradi. Labz beradi. Lekin biza bilgan ma'lumotga qaraganda erkak kishi labz bersa, undan so'rab olinadi. Misol uchun, so'z, ya'ni uni orqasida nimasi bor? Nimaga desa, sen men bilan tengsan degan ma'noda. Lekin ayol kishi teng bo'lmaganligi uchun bu narsada ayol kishiga chuqurlashilmaydi aslida. Endi shunaqa ayollar bor, erkaklardan mard. Shu ma'noda aytayotdi. Bor shunaqa. Lekin shunaqa erkaklar bor, ayollardan ham battar. Afsuski, bu bizning jamiyatda bor shunaqa insonlar. Buni nima yaxshi yomon tarafi bor desangiz, jamiyatda siz erkak degan o'rningizni yo'qotib qo'yasiz. Erkaklarning davrasiga kirmaysiz. O'sha nima deydi? Cheka joylarda dayditlarda yashaydi unaqa erkaklar. Chunki nimaga desiz, siz misol uchun g'ururli erkak kishi bo'lsangiz, siz o'z atrofingizga kirgizmaysiz. Chunki birinchidan fitratingiz xohlamaydi, ikkinchidan siz o'zingizga munosib deb bilmaysiz bu narsani. O'sha erkaklar, ya'ni uni izgo'y qilib yuborishadi, ya'ni haqiqiy erkaklar jamoasi boyga aytgan. Siz aytayotgan xislatlar bilmadim-u, bo'li bundan bir necha yuz yillar oldin bo'lgan bo'lsa kerak, hozir o'sha erkaklik xislatiga ega bo'lmagan erkaklar ham, faqat pasportda erkak deb yozilgan erkaklar nabarot yaxshiroq sharoitda yashayapti. Menimcha oke. Men tushundim. Bugungi kunda sir emas, yashash qiyinlashgan, lekin imtiyoz bor yaxshi yashash uchun. Kurashasiz, erishasiz. Hech kim cheklov qo'ymagan. Qiyin kimga bo'lyapti desa, to'xtab qolgan odamga qiyin bo'lyapti. Endi bugungi kunda Instagram qattiq rivojlanib ketdi. O'tda tanilib, shuni orqasidan manfaat ko'raman deb ayrimlar har kuyga so'yapti o'zini. Lekin mana hozir joy kelganda aytaman. Men o'zim mana auditoriyam kam bo'lsa ham, lekin qatga borsam hurmatim bor. Instagram bu real hayot emas. Tushunasizmi? O'tda balki million podpischigingiz bordi, lekin anta 4 ta erkak sizni u oraga qo'shmaydi. Tushunasizmi? To'g'ri, uni ortidan pul topishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu virtual hayot hammasi vaqtincha. Inson baribir o'zligida qolish kerak. Chunki uylanmagan bo'lsa, ertaga uylanishi bor. Uylangan bo'lsa, ertaga bolalarim to'yini qilishi bor. Chunki bizning mentalitet bunaqa yengil tabiatni qabul qilmaydi. Faqat pul uchun deb inson har kuyga tushish kerak emas. Farzand tarbiyasida mana eng katta farzandim 18 yoshda deysiz. Farishtalar Allohga savol beribdi-da. Nima uchun do'zaxni yaratding? O'sha azobini yaratding desa, agar debdi qo'rquv bo'lmasa debdi, bularda itoat bo'lmaydi. Tushunasizmi? Mana misol uchun inson 3 ta narsada itoat qiladi. Qo'rquvdan, muhabbatdan va iqrorlikdan. Xuddi shunga o'xshab bizda jamiyatda yomon xislatlar ko'payib ketayotganligi qo'rquv yo'q. Qo'rquvga tazyiq yo'q. Ota-ona bilasizmi qanaqa farzand yaxshi ko'radi? O'g'lingiz bezori bo'lsa ham, urushqoq bo'lsa ham, hamma undan shikoyat qilsa ham, sizdan kechirim so'raydigan farzandni yaxshi ko'rasiz. Lekin aqlli bo'lsin, u sizga itoat qilmasa, butun dunyo maqtasin, siz u farzanddan yuz o'girasiz. Tushundingizmi? Значит, egam
kechirim so'raydigan insonlarni yaxshi ko'radida. boya o'sha aytgani ham Yuriy Dudchicha yaxshi ko'radigan savoli bor. В чем сила? O'zbekchaga tarjima qila olmadim-da, bilmadim. Kuch nimada bo'ladi? No, bu sal boshqacharoq formulirovka berib qo'yadi. Siz uchun o'zi в чем сила? Kuch juda ko'p narsada misol qilsa bo'ladi. Turkumlar juda ham ko'p. Ayrimlar haqiqatda deydi kuchchi. No, bilamiz, bu hayotda nohaqlik juda ham ko'p. Haq bo'lsangiz ham kuchli emassiz. Pulda deydi, puli borlarni ham kuchsizligini ko'ryapmiz. Biladi deydi, bilib borlarni ham sinayotganini ko'ryapmiz. Kuch bilasizmi? Meni nazmimda shunaqa holatki, o'zingiz yenga olishingiz bu kuch deb bilaman-da. Qanaqa desa, joyi kelganda o'zidan zaif insonmi, boshqami, uni nima deydi, o'zingizga teng bilmasdan uni xatoligini ko'rsangiz ham, misol uchun, o'zingizni usha bilishingiz. Tushunasizmi? O'zingiz bilan kurashishlik eng katta kuch deb o'ylayman. Oila institutiga o'zi qanaqa qaraysiz? Почему я это вообще веду? Bugungi kunda shunaqangi rivojlangan zamonda yashayapmizki, misol uchun oldindan ba'zi anaqalar bo'lardi-da, ayol kishi nimaga ota-onangga qarashi kerak, uyini yig'ishtirishi kerak, ertalabdan sipirishi kerak va hokazo degan ba'zi qanaqadir понятиялар bo'lardi-da. Обязаловкалар. Обязаловкалар. U narsaga hozir deyilu yetarli darajada pul topsangiz bo'ldi-da, kiradigan mashinangizdan tortib, uyingizni uborkasidan tortib, sizga ovqat pishirib beradigan tizimlardan tortib, sizni ayol kishi bilan bo'ladigan потребностingizni ham qondiradigan narsalar chiqib ketganda, даже. Endi shunaqa zamonda oila institutini yaratish naskолько важно? Qarang, ayrim masalalar bor, bizda qorishib ketgan. Buni qanaqa izoh berasan desangiz, bizda din masalasi bor. Din masalasini o'zini ko'rsatmalari bor. Urf odat deymiz, odamgarchilik deymiz. Bu nasldan naslga o'tib keladigan o'sha odatlar. Undan tashqari mana hukumatda o'zini qonun qoidalari bor. Ko'rasizmi? 3 xil yo'nalish meni bilganim hozirda. Endi qaysi biriga suyanish kerak desangiz, qaysi iqlimda o'sgan bo'lsangiz, o'sha iqlimda davom ettirishingiz kerak. Tarbiyangiz unga tepadan tushib yotdi sizda. Lekin o'sha qonunni talablarini inobatga olgan holatda yengillik kiritish hojati yo'q. Qarang, davom ettirish kerak deyapsiz. Deyilu shunaqa oilada katta bo'ldiki, farzand butun umr ota ichib kelib, xotinini urib, yomon muhitda katta bo'ldiki, bolaga shu narsa уже avtomatim tarbiyada o'tdi-da, bola ham shu muhitda katta bo'ldi. Endi bu muhitni davom ettirish, targ'ib qilish siz aytayotgan gapga to'g'ri kelmaydi-da. Yo'q, biz aslida odob masalasida haqida gaplashdik-da. Lekin boya aytganimdek, hech bir ota-ona farzandining yomon bo'lishini xohlamaydi. Chunki biz hayotda bu narsani ko'rganmiz. O'zi qilayotgan xatoni o'zi namoyon ham qilgisi kelmaydi. Bir gap bor-da, o'zingni o'tmishingni kino qilib ko'rsatsa ko'rsatarmidi desa, menimcha hech kim rozi bo'lmaydi-da. To'g'ri, nimadir sabab bilan uni qiyinchiligi bo'layotgandir. Siz aytayotgan o'sha oilaviy masalalar, er-xotin turmush masalalari boshqasi, bu o'zi juda nozik masala, chunki ikkita boshqa oila bitta bo'lishi ham juda qiyin, chunki orada ko'p ixtilof bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi. U iqlimni o'sha boshqa oiladagi iqlimni o'zlashtirishga harakat qilish kerak. Misol uchun siz chet elga chiqdingiz, Amerikaga bordingiz. O'zbek tilida gaplashmaysiz-ku. Harakat qilasiz, o'shanga moslashishga oson emas sizga. Tilini o'rganishingiz kerak, qoidalarni o'rganishingiz kerak. Значит, turmushga chiqqan ayol o'sha iqlimga ixtisoslash kerak deb o'ylayman. Sizni o'zi tushunchangizda yaqin do'stlik bu nima? Yaqin do'stlik bo'yicha nafsoniyatdan boshqa jism bilan bog'laydigan barcha narsalar siz bilan do'stingiz o'rtasida bitta mulk bo'lishligi. Tushundingizmi? Endi shunaqa narsalar bor, rishtalar bor, boshqalar bor, lekin jism borasida, misol uchun, biron bir xizmat borasida jamiki holat. Xuddi mana shu narsa meniki bo'lsa, siz bilan do'stim bo'lsangiz, sizniki ham. Tushunasizmi? Buni so'ramasdan olib foydalanishligingiz. Men yaqin do'stlikni shunaqa deb bilaman. Nafsoniyat chegaralaridagi narsalardan tashqari bo'lgan narsalar hammasi umumiy bo'lishi. Mana shu do'stlik. Yaxshi ta'rif.
Nafsoniyat deganda o'sha ayol, erkak, ya'ni Shunaqa ayrim farzandlar, masalalar bor, cheklov bo'ladi. shu narsalardan tashqari bo'lgan holatdagi narsalar hammasi umumiylash. Xo'p, bizada blitz savollarimiz ketdi. Erkak uchun sport uning qadriyatida nechinchi o'rinda bo'lishi kerak? Ikkinchi o'rinda Birinchi o'rinda? ilm. Sport sizga o'rgatgan eng muhim hayotiy saboq. Avvalambor o'zini himoya qilishlik. Sport uchun nimadan voz kechdingiz? Kechgansiz. Har xil vaziyatda har xil kechilgan. Bir xillarida joyi kelsa xursandchilikdan kechganman. Chunki nimaga desangiz, bu men uchun muhim yo'nalish bo'lganligi uchun quvonchdan ham burun mashaqqatni joiz deb bilganman. Chunki mashaqqatni ortida totimli turadi. G'alaba siz uchun. Endi g'alaba har xil bo'ladi-da, har xil yo'nalishda bo'ladi. G'alabani ortida nima maqsadda xohlaysan desa, faqat ibrat bo'lishlik. U faqatgina sovrin yo bir mukofot yo mansab emas. Mag'lubiyat ham g'alaba bo'la oladimi? Albatta. Chunki o'tmishda juda ko'p jangchilarimiz vatanni himoya qilib kurashishgan, unda vafot etishgan, lekin hozirgacha xotirada turishadi. Super. Mag'lubiyatdan keyingi birinchi 24 soat qanaqa o'tadi? Yo'q, men mag'lubiyatni nima deydi, bunga tayyor bo'laman. Chunki yutuq yutqizuv asos emas deyman. Asos kurash. Siz sportni boshqarasizmi yoki sportsizmi? Voy, qiyin savol bu. Qanaqa tushunsa bo'ladi bu? 9 da turishingizni siz shu zalga borishingiz uchun turasizmi 9 da? Yoki aynan o'zingizni bir hayot tarzingizdan kelib chiqibmi? Yo'q, sport uchun vaqt ajrataman. Chunki sport disiplinani yaxshi ko'radi. Demak, sport sizni boshqaradi. Shunaqa. Bu olamga kech kirib keldingizmi yoki ayni vaqtida? Juda kech. Sportsmen, sportchi uchun mag'lubiyatni bitta so'z bilan ta'riflaganda, mas'uliyatsizlikmi, omadsizlikmi, nohaqlikmi? Mas'uliyatsizlik. Mashg'ulotga borishni mutlaqo xohlamagan kuningizda o'zingizni qanaqa majburlaysiz? Mashg'ulotga meni faqat maqsadim olib boradi. Chunki doim aytaman, shug'ullangani kelgan bolalarga zalga xohish bilan kelma deyman. Xohish bu o'zgaruvchan holat. Maqsad bu xuddi bir belgilangan manzil. Xuddi tasavvur qiling, samolyotga chiqdingiz, bu maqsad. Samolyotdan tushib qola olmaysiz. Samolyotgacha u xohish bo'ladi. Bilet olsam, u shaharga borsa, u o'zgarishi mumkin, lekin maqsad o'zgarmaydi. Hozir musobaqaga tayyorlanyapman dedingiz, kakras o'shanga ekan. Musobaqadan oldin hayajoningizni bosish uchun o'zi bo'ladimi hayajon? Bo'ladi. O'sha hayajonni bosish uchun o'zingizga aytadigan sehrli so'zingiz. Sen buni eplaysan deyman. Just do it. Tarixdagi istalgan afsonaviy sportchi bilan bellashish imkoni bo'lsa, raqibingiz kim bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Men aslida raqiblarga vizib tashamayman. Uni istamayman ham. Chunki meni maqsadim bellashish emas. Meni maqsadim targ'ibot qilish. Musobaqaga chiqishdan ham maqsad insonlarning nazariga tushib turib, o'z fikrimni namoyon qilish. Tushundingizmi? Men o'shaning uchun hech kimni raqib deb bilmayman o'zimga. Ularni hurmat qilaman. Чисто sportivniy interesda kim bilan bir bellashib ko'rgan bo'lardingiz? Aziz estet bilan. Tez kunda ko'rishib qolamiz. Xudo xolasa. Doimiy parhezda bo'lishingizga qaramay, yashirincha yeb turadigan zararli taomingiz bormi? Bor. Nima? Morojniy. Boy aytdingiz-ku o'zingiz, shirinlik juda важный faktor. Chunki bu o'sha odam jamiyatda yurgandan keyin muloqot qiladi, ozgina balans ushlab turish kerak. Chunki biz maxluq emasmiz-da, nima deydi, odamlar bilan kontakt kirgandan keyin по-любому baribir mulozamatli kerak bo'ladi. U uchun shirinlik faqat. Olimpiadadan oltin medal yoki butun dunyo tan oladigan afsonaviy sportchi bo'lish siz uchun qaysi biri muhim? Albatta butun dunyo tan oladigan. Chunki bu medallar, sovrinlar har xil. To'g'ri, bu qanaqadir muddatgacha xotirada bo'lishi mumkin. Chunki baribir vaqt o'tib sizni ham zap etadigan chiqadi yoki siz kabilar chiqadi. Lekin butun dunyo tan olsa, bu siz ancha yil xotirada qolasiz degani.
Super. Sizlarning ajoyib mehmonimiz Ahmad aka Yunusov bo'ldilar. Sizga Rahmat zo'r kattakon. suhbat uchun, samimiy suhbat uchun rahmat. Rahmat taklif uchun. Menga shunaqangi o'zi boshida tuyulyotgandi, keyin qarasam o'zi menimcha shunaqa xarakterdagi odam ekansiz. Televideniyega berayotgan suhbatda ekan, romkada gaplashayotgandagi gaplashyapsizmi deb o'yladim-da. Net, aslida o'zi haqiqatdan Xarakteri shunaqa. O'shaning uchun suhbat o'ta samimiy bo'ldi. Rahmat. Menga juda yoqdi. Sizga katta rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling. Taklifingiz uchun ham rahmat. Ishingizga rivoj tilab qolamiz. O'ylaymizki, kelajakda yana ham martabangiz baland bo'lib, manfaatli ishlar olib borasizlar. Rahmat. Zal ochasizmi? Imkoniyatim yo'q, lekin Yo'q, imkoniyat bo'lar, Xudo xolasa. bo'lsa Ochasizmi? ochaman. Qancha vaqtda? Bu hammasi sharoitga bog'liq. Imkoniyat bo'lsa hozirdan Siz ko'rayotganingiz, niyat qilayotganingiz, xohishingiz. Xo'p. Men bir keyingi yilga nasib qiladi deb o'ylayman. Xo'p. Bu yil chunki karyeraga harakat qilyapman. Ayrim sabab ko'ra o'tgan yili endi musobaqada yutish nasib qilmadi, chunki rejalarim bor edi. Buni ortidan va beradigan medaliga men qiziqmayaptim. Dastlashni tanilib, progressiv holatingizda qachon chaqiraylik sizni? Necha yilda ko'ryapsiz? Biz uchunki keyingisini ham qo'shimiz kerak-edi. Buni Haqiqiy progressiv bo'lishi kerak. men o'ylaymanki, Xudo xolasa. Yaxshi niyat. Xudo xolasa, kuzlargacha menimcha o'ylagan narsamga yetishib qolaman deb o'ylayman. Super. Xudo xolasa. Chunki shu uchun Yana kurashganman. bir ko'rishar ekanmiz. Yana albatta ko'rishar ekanmiz. Boshqacharoq suhbat bo'ladi. Xudo xolasa. Rahmat samimiy suhbat uchun. Sizga rahmat. Salomat bo'ling.